Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun biz xudo xolisa YouTube tarmog'imizga birinchi videomizni olamiz. Birinchi videomiz nima haqida bo'ladi? Qisqacha mototsiklimiz haqida tushuncha, o'zi mototsikl nima, moto nima, shu narsalar haqida uni qo'zg'atib, yurg'izib, to'xtatib olishlarini, to'g'ri haydashlarini qisqacha ozgina etib tushuntirib o'tib ketaman. Hop, bu mototsiklimiz haqida aytadigan bo'lsak, bu mototsiklimiz Dugasso Xitoy replika mototsikli bo'ladi, lekin yaxshigina odamga kayf beradi. Qanaqadir ma'noda haydaganingizda yurishlari, tortishlari yaxshi, replika variant bo'lganda ham. Replika degani kak originali 1ga 1 degan varianti. Bu mototsiklimizning maksimal tezligi 150-160 bosadi. Uni zavod qilishlari mana shunaqa bo'ladi. Kalitdan buraladi. Tablolarimiz elektronniy, hamma narsalari ishlaydi. Va mana bu yerda zajigание degan tugmasi bor. Mana shuni pastga bosamiz va benzin yig'ib olib, sekin zavod qilamiz. Va bu bizani zavod qilingandagi holati va glushiterlarni olib qo'yishing ham mumkin bemalol. Keyin yana o'chirayotganda xuddi shunaqa, faqat birinchi bo'lib mana zajiganiyadan o'chiramiz. Motoyimiz o'chdi, neytralkada turibdi. Kalitdan ham burab, keyin o'chirib qo'ysak bo'ladi. O'chirib yoqishlari xuddi shunaqa, boshqacha variant, boshqa narsalari yo'q. Hop, bu mototsiklimizni yana bitta narsasiga keladigan bo'lsak, buni kubaturasi, ob'yom, hajmi deyiladi, motor hajmi. Bunda 400 kub, 400 kubli injektor motor, 2 silindrli. ABS tormozlari bilan jihozlangan. Hop, rangi ko'rib turganinglardek Balotvi. Juda ham mashhur rangi, men o'zimga yoqqan, yangi trendli ranglardan. Hozir mana yana bitta zavod qilib, ovozlarni sizlarga eshittirib beraman. Hozir mana ovozi prosto bomba, ikkita glushiterli. Dugassolarda bunaqalari kam, bitta glushiter bo'ladi. Bu spesialniy zakaz qilingan shunaqa ikkita glushiterligidan. Bu Dugasso 400 kubli modelimizda ortiqcha 45 ta, 48 ta atrofida bo'ladi. Balonlari ham ko'rib turganinglardek Cherokee originalga o'xshab ketadi. Bunaqa ingichka balon emas, mana ko'rishinglar ham mumkin bemalol. Balonlari men o'ylaganimdan ham, kutganimdan ham kattaroq, Cherokeeroq kelgan eniga. Keyin birinchi o'rinda mototsikl haydayotganda xavfsizlik birinchi o'rinda har doim. Shlem olishinglar kerak, epikirovka kiyimlari bo'ladi, o'shalarini, perchatkalari maxsus, o'zini mana bunaqa boshga kiyadigan narsalari bo'ladi. Shlem kiyishdan oldin kiyiladi. Shu narsalarni olib, kiyib haydashinglar kerak. Shlemsiz moto haydash mumkin emas umuman. Hozir men sizlarga bitta kiyib ko'rsatib ham beraman. Mana shunaqa kiyiladi. Bu nimaga kiyiladi? Bosh terlab ketmasligiga, qizib ketmasligiga ham qulay bo'ladi kiyganinglarda mana. Shlemlar ham shundoq qiynalmasdan boshga kiradi mana. Bundoq qilib taqib olib, mana bundan taqib, yana bundoq qilib yechib olib qo'ysanglar bo'ladi. Mototsikl haydashdan hech qachon qo'rqmanglar. Orzuyinglar bo'lsa, orzuyinglarni amalga oshiringlar. Shuni maslahat beraman. Hayotingizda bir marta bo'lsa haydab ko'ringlar. Moto olmasanglar ham, uydagilaringlar ruxsat bermasa ham. Endi buni eng kerakli narsalardan bittasi tormoz haqida ham tushuntirib o'tib ketaman. Oldi tormoz hisoblanadi. Bu mana yurganda to'xtaydi, oldi tormoz. Pastda oyog'imizda yana bitta tormoz bor. Bu orqa tormoz, mana bosasiz to'xtaydi. Mototsiklimiz orqa tormoz hisoblanadi. Va chap tarafida siplenamiz va ulash muftasi, korobka peredachamiz bor. Bularda birinchi skorost uriladi, ikkinchi skorost, uchinchi shunaqa urilib motoyimiz haydalib yurilib ketiladi. Hozir zavod qilib ko'rsatib beraman. Neytralkada turibdi. Neytralkada zavod qildik.
Siplenani oxirigacha bosamiz. Birinchi skorusga pastga uriladi. Mana. Qolgan hammasi tepaga 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi skorusda tepaga urilib ketiladi. Sekin endi qo'zg'alamiz. Siplenani qo'yib yuborib, gaz shart emas, gaz nomiga bersanglar ham o'zi yurib ketadi. Mana motorimiz yurib ketyapti mana. Ko'rasizlar, qiyin emas, oson. Xuddi mexanika mashinadagi. Mana sizlarga hozir yurib ko'rsatib beraman. Mana hozir birinchi skorusga ketyapti hozir ham. Mana. Qiyin emas. To'xtatganda qanaqa to'xtaymiz? Siplenani oxirigacha bosdim, oldi tormozni ham ozgina bosdim. Birinchi skorusda turibdi. Buni sekin neytralkaga olib olaman. Sekin mana. Ko'rdinglarmi? Neytralkaga tushdi. Siplenani endi qo'yib yuborsak bo'ladi. Mototsiklimizni ham o'chirdik. Ular shunaqa gaplar. Qolganlari qanaqa yuradi, qanaqa bo'ladi? Mana ko'rsatib beraman. Mana bu yerda Siplenamiz birinchi skorusga urildi. Mana tabloda birinchi skorus ko'ryapsizlar. Keyingisi ikkinchi skorus. Mana oyoqda bitta tepaga qildim. Keyingisi yana 3-chi skorus. Mana tabloda 3-chi skorus bo'ldi. Yana tepaga ko'taramiz, siplenani bosib ko'taramiz mana. 4-chi skorus. Yana siplenani bosib tepaga ko'taramiz. 6-chi skorusga tushadi. Hozir to'xtab turganimiz uchun 6-chi skorusga ham tushdi lekin. Sekin to'xtayotganda xuddi shunaqa siplenalarni pastga tushirib qaytarib olamiz. Mana bitta tushiraman mana. 5-chi skorusga tushdi. Keyin yana siplenani bosib bitta pastga qilaman. 4-chi skorusga tushdi. Yana bitta bosib 3-chi skorusga tushiramiz. Keyin mana 2-chi skorusga tushdi. Keyin nomiga bosib qo'ysak mana. Mana. Neytralkaga tushadi mototsiklimiz. Yana bosib eng pastiga o'sha birinchi skorus bo'ladi. Birinchi skorus yurasiz shuni. Sekin qo'yib yuborib yursangiz bo'ladi. Buni yana joyiga qaytarib neytralkaga qo'yib qo'yamiz. Mototsiklimiz yurib ketmaydi. Bugungi moto darsligimiz shulardan iborat edi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga yana qanaqa obzor qilib berish kerak, nimalar qiziq, tushunmagan joylar, savolinglar bo'lsa, bemalol komment yozishingiz mumkin. Xudo xolisa, keyingi darsliklarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, sog' omon bo'linglar, salomat bo'linglar.